Assalomu alaykum dostlar. Bugun men sizlarga ishdan o'rgatib beraman. Klassik eksklyuziv teshigimiz bor. Nomer 255. Rangidan boshlangan bo'lsa, bunda ikki xil rang kombinatsiyasi ishlatilgan. Do'q, ko'k rang, plus tillarang detallar ishlatilgan bo'ladi. Tillarang detallardan boshlangan bo'lsa, ulardan ruchkamiz. Tillarang ruchka ishlatilgan bo'ladi. Ruchkamiz Nobel kompaniyasining eng sifatli ruchkalaridan biri bo'ladi. Plus mexanizmdan sistema bo'ladi, italyanskiy bo'ladi. Keyin tillarang detallardan birisi ekspres kompaniyasi logotipi tusidan tanja bo'ladi. Keyin yana tillarangdan bir model bo'ladi, nejavika metal bo'ladi. Bu rangi o'chib ketmaydi, qirchilmaydigan eng sifatli metallardan bo'ladi. Keyin bu ko'k rangga kelganda Gens kompaniyasining eng sifatli kraskilari bo'lib, hech ishga so'nishni olmaydi. Namchak kamera suv namchak qolishdan sakkiz beshimizni. Keyin dekor gullarga keladigan bo'lsa, bu quyma bo'lmaydi, 100% indek bo'ladi. Trader o'rnida o'ylanadi. Keyin materialga keladigan bo'lsak, eshikimiz materiali 100% indek, eng sifatli materiallardan ishlatilgan bo'ladi. Indekdan ishlatilgan hisobdan ham og'ir bo'ladi, ham mustahkam bo'ladi. Eshikimiz ta'mirlanadi, umumiy 70 kg bo'ladi. Og'ir bo'lganidan keyin sog'lashtirish mumkin. Eshikning aslami og'ir ekan, eshikni video bo'lsa, yo'q, bizning eshikimiz aslida to'g'ri ham ketilgan bo'lsa. İlk kulaklardan e'tibor bering. Quloqlari Nobel kompaniyasining eng sifatli quloqlari qo'llaniladi. Har biri 150 kg ko'taradi. Siz bilan ishimiz hozir qanday? Keyin men bu eshiklarni hamma tavsiya beraman. Bu eshikni nafaqat bu eshik, o'zingizda hamma eshiklarimizni sifatli qadrlaydiganlar uchun, sifatli tushunadiganlar uchun tavsiya etaman. Kim uchun qanday kerak bo'lsa, direktimizga yoki pastda telefon nomeridan qoldirib aloqa chiqarasizlar. Ekberlik kimga qilasiz? Gelaverasizlar.